Davom etamiz. Bugungi kunda iqlim o'zgarishi, resurslar tanqisligi va aholi o'sishi energetika sohasini qayta ko'rib chiqishni talab etmoqda. Markaziy Osiyoda ham suv cheklanganligi tufayli O'zbekistonda gidroenergetikani rivojlantirish iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy barqarorlik uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Bu borada amalga oshirilayotgan ishlar yuzasidan matbuot anjumani o'tkazildi. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan tashkil etilgan O'zbek Gidroenergo aksiyadorlik jamiyati sohani tizimli rivojlantirishda muhim o'rin egallab kelmoqda. 2017-yilda jamiyat tashkil etilgan paytda respublikada 36 ta gidroelektr stansiya mavjud bo'lib, ularning umumiy quvvati 1604 megavatni tashkil etgan edi. Bugungi kunda esa bu ko'rsatkich 2400 megavatga yetkazilib, stansiyalar soni 100 tadan oshdi. 2025-yil yakunlariga ko'ra 6,5 milliard kilovatt-soat elektr energiyasi ishlab chiqarildi. 2026-yilda esa ishlab chiqarishni kamida 15% ga oshirish, yirik investitsiyalarni jalb etish va sanoat hajmini yanada kengaytirish rejalashtirilgan. Bugun Markaziy Osiyoda suv tanqisligi kuchayib borayotgan bir paytda gidroinshootlar suvni to'plash, tartibga solish va oqilona taqsimlashda strategik ahamiyat kasb etmoqda. O'zbekistondagi asosiy suv manbalari 20% o'zi O'zbekiston o'zini hududida shakllansa, qolgan 80% suv manbalari qo'shni Tojikiston va Qirg'iziston hududidan oqib kiradi. Hududimizdagi asosiy suv manbalarini ikki havzaga bo'ladigan bo'lsa, bu Amudaryo havzasi hamda Sirdaryo havzasi. Barcha o'sha gidroelektr stansiyalarimiz aynan shu havzada joylashgan. So'nggi yillarda suv tanqisligi kuzatilyapti. Misol uchun, o'sha 21-yildan boshlab kuzatadigan bo'lsak, tahlil qiladigan bo'lsak, oqib kelayotgan suvlar o'rtacha ko'p yillikka nisbatan 15-20% gacha kam bo'lishini kuzatilyapti. Bu o'z navbatida elektr energiya ishlab chiqarish jarayoniga ham ta'sirini o'tkazadi. Eng asosiy masalalardan bittasi bu hozirgi loyihalashtirilayotgan gidroelektr stansiyalarni aynan shu manbalarning gidrologik jarayoniga qarab turib loyihalashtirish ishlarini amalga oshirish talab qilinadi. O'zbek Gidroenergo aksiyadorlik jamiyati tomonidan amalga oshirilayotgan loyihalar suvdan kompleks foydalanish samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga xalqaro moliyaviy institutlar tomonidan mazkur sohani moliyalashtirishga qiziqish ortib borayotgani gidroenergetikaning yuqori istiqbolga ega ekanini ko'rsatadi. Murojon Axatov, Komron Rahmonov, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun.